Erim bomdod namoziga turmaydi. Agar sizda ham shunday muammo bo'lsa, keling xotinga nasihat kitobini birga o'qiymiz. Bir ayol aytadi: boshqa erkaklar bomdod namoziga shoshilib ertalabdan masjidga uyg'onishsa, meni erim esa g'aflat bosib yotadi. O'ylab ko'rib erimni o'zgartirishni va Alloh roziligi uchun u insonga yordam berishni istadim. Birinchi qilgan ishim o'zimni o'zim tarbiyalash. Ayol kishi hech qachon o'zida bo'lmagan hislatlarni eridan talab qila olmaydi. Shuning uchun men ham Alloh taologa bomdod namozini o'z vaqtida o'qishga va'da berdim. Alloh taologa duo qilib erimni ko'ngliga hidoyat berishni, meni esa kamchiliklarim uchun kechirishni so'radim. Erimni shirin so'z bilan uyg'otar edim. Uyg'onmasa xafa bo'lib yig'lardim. Erimga undan xafa ekanligimni bildirmasdim. Uni yomon musulmon deb o'zimni ustun qo'ymadim. Bir narsani anglab yetdimki, erkak kishi ayolni gapidan ta'sirlanib hech qachon bir kunda o'zgarib qolmas ekan. Unga vaqt va yordam kerak ekan. Unga baqirish va kamsitish uni yanada to'g'ri yo'ldan uzoqlashtirishi mumkin ekan. Shularni bilgan holatda men ham asta-sekin chiroyli nasihat qilib, har kuni yaxshi gap bilan u xohlasa ham, xohlamasa ham bomdod namoziga uyg'otaverdim. Alhamdulillah, bir yil o'tar o'tmas erim o'zi namoziga uyg'onib, menga ham eslatmalar qilib qo'yadigan bo'ldi. Allohim har bir ayolga sabr bersin, ularning erlariga esa hidoyat.